Taroziga qiyomatda birinchi olib 3 ta odam olib kelinar edi. Olim, shahid va boy. Odamlar uni olim degan, dinda xizmatini qilyapti, taqvoli degan, ixlosli degan. Lekin qiyomatga borganda uni riyo uchun, xo'ja ko'rsi uchun qilganligi ma'lum bo'lgandan keyin jahannamga birinchi bo'lib tushdi. Orqasidan saxovatli boyni olib kelindi. Hamma bilgan uni halol topganini, hamma ko'rgan o'rniga sarflaganini. Lekin qalbidagi niyatini kim bilgan? Alloh bilgan. Alloh taolo aytadi, sen Xotamtoy degan, saxiy degan nom uchun qilgansan. Odamlar saxiy dedi, haqqini olding, sur jahannamga dedi buni. Uchinchisi shahid edi. Jonini fido qilib yuborgan edi. Lekin uning niyati odamlarning tilida shahid bo'lgan degan nom bo'lgani uchun bu ham jahannamga ketdi. Shuning uchun sizning amalingiz bo'lsa, mabodo Allohning fazli bilan, Allohning tavfiqi bilan bir katta ish qilgan bo'lsangiz, siz bu amalingizni qabul bo'ldi, bo'lmadi. Shu narsa sizni o'ylantirsin.